Kiring, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Charchab qolmadingizmi? Yo'q, usta. Kim olib keldi? Dadam olib keldi. Joylashamiz, daftar kitoblarni chiqaramiz, qalam, ruchka. Xo'sh, darsga tayyormizmi? O'tgan darsga nima mavzu berdik? Qoida. Kuyini bergandik. Chalib keldingizmi uyga? Dutoringizga chaldi. Sarvinoxon, qo'l mashqlarini qilamiz. Tushundingizmi? Endi yana darsga to'g'rilib kelasiz, yana darsga yaxshi baho olasiz. Hozir sizga 4 baho qo'ydim. Rozimisiz? Bugungi yangi mavzumiz nima ekan? Toshkent ibora. O'zbek xalq kuyi. Allegro tempida. O'rtacha tez. Nima deyizimiz bor ekan? Fa dizi qo'yilgan, repriza qaytarib chalish belgisi. Notani bu yerdan bu notagacha nima qilamiz? Qaytarib chalamiz. 608 sanog'i bor ekan. Men sizga ijro etib beraman. Siz qarab o'rganasiz, keyin notalarni ko'chirib olasiz, xo'p? Endi notasini hozir ko'chirib olasiz. Uyga borib, yod olib, notalarni o'qib kelasiz. Mukammal yana darsga yana o'rganamiz, xo'p? Toshkent ibora kuyini nota daftaringizga notalarni tushirib oling, xo'p? Yozing. Bugungi darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, uyga borib mashq qilasiz. Sizga javob beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'lib uyga boring, xo'p?